Siz dangasa emassiz. Miyangiz shunchaki biologiy jihatdan bunga kuchi yetmayapti. Qarang, sizning prefrontal qobig'ingiz bu irodani boshqaradigan rul, lekin uning quvvati cheklangan. Tugallanmagan ishlaringiz va ichingizda bosib yurgan hissiyotlaringiz esa yashirin parazitlar. Ular fon rejimida osilib turadi. Xuddi brauzerda 100 ta ochiq yorliqdek va tushgacha operativ xotirangizni 100% ni yeb qo'yadi. Natijada boshqaruvni limbik tizim, faqat oddiy zavqlarni xohlaydigan qadimiy miya qo'lga oladi. Siz dangasalikdan emas, balki ortiqcha yuklama va kislorod yetishmasligidan kuchsizlanib qolyapsiz. Boshqaruvni qanday qaytarasiz? 3 qadam. Yukni tushirish. Barcha vazifalarni qog'ozga yozib chiqing. Miya ularni yodda ushlab turishga energiya sarflashni to'xtatadi. Nafas. 4 soniya nafas oling, 8 soniya nafas chiqaring. Bu limbik tizimdagi vahimani o'chiradi. Kechiktirish. Telefoningizga tikilishni xohlaysizmi? O'zingizga 10 daqiqada deb ayting. U sizning irodangizni mushak kabi rivojlantiradi. Sog'lom miyada dangasalik bo'lmaydi. Tizimingizni hoziroq qayta yuklash uchun saqlab qo'ying.